Assalomu alaykum vatandoshlar, yurtdoshlar, hamkorlar. Mana bu oldimda turgan narsa Malina navi Atlant bo'ladi buni. Bu videodan maqsad Sirojiddin ukamiz bizga Atlant sort malinasini adashmasam shu yil 2025-yil aprel oyida beruvdi, stakanchada teplitsa sharoitda ko'kartirgan. Men o'zim haqida biroz men shu rezavor mevalarni 2007-yildan beri uyda alohida tarzda sinov bilan shug'ullanaman, havaskor bog'bonman. Buni sizlarga ko'rsatishdan maqsad bu sort haqida, o'zini qanday ko'rsatadi, sharoitlarda qanday bo'ladi, mevalari qanaqa, tabiiy holatlarda qanday o'sadi, shularni men aytgan holda bu Sirojiddin ukamizni olib ketgandim. Hozir mana rezultatni ko'rsataman, tushuntirib o'taman. Hozir holatlari buni chamada 50-60 santimetr ikkita, mana yaxshi ko'rinadigan bo'lsa, mana bu chap qo'l tarafdagisi где-то 60, o'ng qo'l tarafdagisi 50 santimetr. Bu holatga qanday keldi? O'zi aslida qanaqa bo'lish kerak edi? Boya aytganimdek, bu tabiiy holat, tabiiy jarayon. Ma'lum bir sabablarga ko'ra biz uyda bo'lmadik 3 oy vaqt. Tagiga hech qanaqa mana oddiy tuproq, hech qanaqa o'g'it, boshqa narsalar solinmaydi. Hattoki kam suv ichgan, 2 marta sug'orishgan odam bo'lmaganiga. Biz kelganimizda, ko'rganimizda hovlimizda mana sinov maydonida bir 80 santimetr o't bosayotgan edi. Bu mana bu malinalar hozir mana bu holatda bo'lmagan edi. Biz olib kelganimizda taxminan 15 santimetr stakancha edi. Shunday tuproqni o'ziga ekkanmiz, nur solmaganmiz. Kesak o'sha 15 santimetrli 25-30 santimetr o'sgan. Aprelda ekkan bo'lsak, may, iyun, iyul, avgust, sentyabrda oxirlariga. Keyin keldik, holatni ko'rdik, o'tlardan tozalagan holda mana yerga chirimagan nurdan bir lapatga soldikda, oddiy holatda tayoq qilib, qattiq buni siqmagan holda nomiga bo'ylab qo'ydik yordam berish uchun. Va o'shandan keyin oradan kamida 1,5 oy vaqt o'tdi. Yana bir 25-30 santimetr o'sdi. Mana bu 20 santimetr, 25 o'sdi. Holatlari mana juda sokin o'syapti, unaqa tez emas. Buni bo'lishining asosiy sababi bu Atlant sorti, qarang, qurg'oqchiligiga, bu meni sharoitimda, men Jizzaxdanman. Jizzax sharoitida oddiy hovlida, shamollardan o'ralgan hovlida o'sar ekan, tabiiy holda o'sadi. Hech qanaqa qurib qolmadi, lekin boshqa sortlar bor qurib qolgan. O'g'itlar berib, hamma agrotexnikalarni qilib hosilga уже kirganda, hozir уже hosil ham bergan, уже adashmasam iyulda oxirida hosil berish kerak edi. Bunaqa bo'lmadi. Sababi tabiiy holatda biz sinab ko'ramiz. Ko'p sortlar sinab ko'rganman, asosan yejavika sortlarini, bu malinani ikkinchi marta qilyapman. Boshqa sortlari qurib ketardi. Bu lekin xudo xolasa qurimadi. Bir oyda hisobiga ana nima deydi? Sal mehr berganimizda, Jaydar qilib aytganda 25-30 santimetr o'sdi bir oy, 1,5 oyda hisobiga. Agar 10 ball shkalada baholayotgan bo'lsam, o'zini где-то bir 7 ball, 8 ball qilib ko'rsatdi. Demoqchi bo'lganim, Atlantda agar mehr berib, barcha agrotexnikalariga qarab, mana bu bizda hovli sal soyami, daraxtlarni bekorga ko'rsatmadim. Yarim soya joyda o'zini yashab qolish xususiyatiga, lekin agar to'r qilib, agrotexnikalarni qilib, hamma o'zini vitaminlarini, minerallarini, preparatlarni bersa, Sirojiddin o'zini videolarida ham ko'rdim, yaxshi o'sar ekan. Eng muhimi joni qattiqroq ekan. Shuni aytmoqchi bo'lib o'tyapman. Jizzax sharoitida agar malina ekuvchilar bo'lsa, bemalol o'sib ketar ekan. Bu malinani Atlant sorti.